Oshxonamni uborka qilganimda ko'p narsamni olib chiqib tashlagan edim. Endi bitta artib tozalab joyiga qo'yyapman. Ayollarda vaqtini ko'p qismi oshxonada o'tadi. Ayniqsa agar oshxonangizda hamma sharoit bor, chiroyli jihozlangan, keng bo'lsa, masalan, men bunaqa sharoitli oshxonada 5 mahal ovqat qilishga ham rozi edim. Yaqin orada oshxonasini jihozlamoqchi bo'lganlar oranglarda bo'lsa, yaqinroq kelinglar. Sizlarga Jahon bozoridagi eng arzon mebel ustalarini tavsiya qilaman. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Ishlari juda ham sifatli, narxlari ham boshqa joyga qaraganda ancha arzon ekan. Menga yoqqan tarafi, bularga zakaz bersanglar, bitavoy texnikalarni ham o'zlari arzon narxda mebelga moslab o'rnatib berishar ekan. Galadon eshiklari o'zi yopiladigan vakuumli va bonusiga shunaqa qo'shiq soladiganlari ham bo'lar ekan. Tayyor mebellariga bundoq qarab chiqsam, hamma yo'q sharoit ekan. Axlat qutisi uchun chelik ham o'rnatilgan. Qayga qo'ysam ekan deb o'ylanmaysiz. Idish, tovoq, ziravor, hamma oshxona buyumlaringizni qo'yish uchun joylar tayyor. Siz faqat zakaz berib o'rnatib olsangiz bo'lgan ekan. Qaranglar, uyiga o'rnatilgan variantlarning juda ham chiroyli chiqqani. O'ziga yoqqan mebelni tanlab, bularga yuborsangiz, o'lchab ketib, tez fursatda tayyorlab o'rnatib berish